Men bilaman nima uchun meni ko'p erkaklar yomon ko'radi. Aslida meni yomon ko'radigan erkaklar bu hayotda hech narsaga erishmagan, luzerlar, mag'lublar. Hayotda o'zining kuchi bilan nimalarga erishgan erkaklar meni hayollarimdan, aqlimdan, miyamdan nimalar o'tayotganini yaxshigina bilishadi. Yoshligimdan faqat mana bitta savol qiynagan. Ular aytgan gaplar bilan, ya'ni o'qituvchilar, ota-onam barcha aytgan gaplar bilan hayotdagi natija to'g'ri kelmasdi. Aytishardi ular, yaxshi o'qisan, yaxshi kollej bo'lsan, keyin institut kirsan, keyin ishga kirsan, keyin yaxshi bo'ladi, keyin boy bo'lasan. Lekin hayotda bitta ko'chamizda bitta boy bor edi. Katta jipi bor edi. Dada bu jipning egasi nima ish qiladi? O'qituvchimi yo'q, shifokormi yo'q, injenermi yo'q? Kim bu dada? Bu biznesmen degan dadam. Biznesni qaysi maktabda o'rgatadi dada deganimda hech qaysi maktabda degandi. Shunda tushungandim. Ular senga qanday mashina yasashni, qanday samolyot yasashni, qanday uy yasashni o'rgatishadi, lekin uni qanday qilib sotib olishni o'rgatishmaydi. Chunki ularga ishchilar kerak, sotib oluvchilar emas. Bu tizim barchasi yolg'on. Moliyangdan tortib, o'qish tizimingdan tortib, meditsinangdan tortib, barchasi ishchilar uchun. Agar hayotingni realni o'zgartirmoqchi bo'lsang, mana shu haqiqatni qabul qilishing kerak. Ular sen uchun hech qachon qayg'urishmaydi. Hech kim seni zo'r bo'lishingni xohlamaydi o'zingdan boshqa. Qolganlar o'sha qora jipli inson ko'chaga kirib kelganda qo'rqishardi, bu mafiya deyishardi. Lekin men tushunib yetgandim, u inson shunchaki tizimga qarshi chiqqan. U inson odamlar qilayotgan ishlarni qilishmagan. Hozir men o'zimning mashinamda qayergadir borsam, insonlar nima deb o'ylashini yaxshi bilaman. Chunki insonlar maktab borib, keyin institut borib, keyin ishlab, bunaqa mashinalar olib bo'lmasligini bilishadi. Keyin tizimni emas, meni ayblashadi. Men bu bandit yoki mafiya yoki qanaqadir noto'g'ri ish qilishyapti deyshadi. Shunchaki ular tan olmaydigan haqiqat, men tizimga qarshi chiqqanman va yutganman. Bu narsalarni tan olishni xohlashmaydi. Undan ko'ra meni qoralash, bu kriminal deyish osonroq, chunki tizim ularga shu narsani o'rgatgan. Harakat qilishdan ko'ra bahona qidirish, qoralash osonroq.